Bu ko'chani hamma yaxshi tanisa kerak. Yashnobod eng sentralniy joyi Maxtumquli ko'chasi bo'ladi. Shundoq Makronning ro'parasidagi mana shu ikkinchi liniyada joylashgan domizadan maydoni 73 kvadrat bo'lgan kvartiramiz korobka holatida sotuvga qo'yilgan. Kirib kelish bilan tushuntiradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz bilan chapga qaraydigan bo'lsak, katta zal, hol, kuxnya bilan bitta qo'rilgan, ya'ni studiya formatida bo'ladi. Buni yonida bo'lsa, bitta yotoqxona joylashgan. O'zini balkoni ham bor va alohida sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Uyimizni uje elektrika, santexnika hamma ishlar tugatib qo'yilgan, polniy cho'pli pol qilingan. Kirishimiz bilan to'g'rida bitta umumiy sanuzil joylashgan bo'ladi. Unga qarab yuradigan bo'lsak, yana bitta yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda 6-etajda joylashgan kvartiramiz old taraflama chiroyli detskiy planshatkalarga ham ega. Narxini $79,000 deyishyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Bu ko'chani hamma yaxshi tanisa kerak. Yashnobod eng sentralniy joyi Maxtumquli ko'chasi bo'ladi. Shundoq Makronning ro'parasidagi mana shu ikkinchi liniyada joylashgan domizadan maydoni 73 kvadrat bo'lgan kvartiramiz korobka holatida sotuvga qo'yilgan. Kirib kelish bilan tushuntiradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz bilan chapga qaraydigan bo'lsak, katta zal, hol, kuxnya bilan bitta qo'rilgan, ya'ni studiya formatida bo'ladi. Buni yonida bo'lsa, bitta yotoqxona joylashgan. O'zini balkoni ham bor va alohida sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Uyimizni uje elektrika, santexnika hamma ishlar tugatib qo'yilgan, polniy cho'pli pol qilingan. Kirishimiz bilan to'g'rida bitta umumiy sanuzil joylashgan bo'ladi. Unga qarab yuradigan bo'lsak, yana bitta yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda 6-etajda joylashgan kvartiramiz old taraflama chiroyli detskiy planshatkalarga ham ega. Narxini $79,000 deyishyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Bu ko'chani hamma yaxshi tanisa kerak. Yashnobod eng sentralniy joyi Maxtumquli ko'chasi bo'ladi. Shundoq Makronning ro'parasidagi mana shu ikkinchi liniyada joylashgan domizadan maydoni 73 kvadrat bo'lgan kvartiramiz korobka holatida sotuvga qo'yilgan. Kirib kelish bilan tushuntiradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz bilan chapga qaraydigan bo'lsak, katta zal, hol, kuxnya bilan bitta qo'rilgan, ya'ni studiya formatida bo'ladi. Buni yonida bo'lsa, bitta yotoqxona joylashgan. O'zini balkoni ham bor va alohida sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Uyimizni uje elektrika, santexnika hamma ishlar tugatib qo'yilgan, polniy cho'pli pol qilingan. Kirishimiz bilan to'g'rida bitta umumiy sanuzil joylashgan bo'ladi. Unga qarab yuradigan bo'lsak, yana bitta yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda 6-etajda joylashgan kvartiramiz old taraflama chiroyli detskiy planshatkalarga ham ega. Narxini $79,000 deyishyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Bu ko'chani hamma yaxshi tanisa kerak. Yashnobod eng sentralniy joyi Maxtumquli ko'chasi bo'ladi. Shundoq Makronning ro'parasidagi mana shu ikkinchi liniyada joylashgan domizadan maydoni 73 kvadrat bo'lgan kvartiramiz korobka holatida sotuvga qo'yilgan. Kirib kelish bilan tushuntiradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz